Mana bu saqlamışlar. Ma bizning yangi uy ko'chib chiqqan 14-qavatlik. Peki su kama kütleme öldürüm kanallarım püt. Bu oyunun lantayı çal küçük geç. Lekin bu oyunların kurulması o'xshash valla. Haşim kamın ahvalini so'rab ekansiz. Haşim kamın ahvalini kichik xabar beray deb chiqdim. Abbas Batur nertire? Nertire balam, nertire balam. Haşim kam. Haşim ka. Haşim ka. Haşim kamın ahvali juda yaxshi emas. Haşim kamın bunda yerga burun paydo bo'lib qolgan. Buni operatsiya qilib men oldirib etgan bir jarohatdi. 12-21 aldırıp dikenme. Keyin mana o'sim paydo bo'ldi hozir. Şu ülüşkün doktorxon apag'am bu odamni apasam operatsiya qilib men ilibitimiz dedi. Ha ma'qul degan. Tunugin operatsiya qilmoqchi, lekin tunugin doktorxona boshlig'i o'zi chaqiribdi meni. Borsam bir mo'j gap qildi. Tusha balam. Bu odamning bu narsani operatsiya qilib ilish bo'lmaydi ki. Hozir bu tug'ib mana miyalay tug'ib ketibdi, bu yo'llarga tug'ib ketibdi bu odamning. Mana yo'g'on bir narsa bo'lmaydi ko'ringlar. Endi buni deydi doktor, bizning doktorxona operatsiya qilmaydi buni. Buni sen cho'ng doktorxona olib CT'ga solsa, bu limfa bez o'smis. Limfa o'smirakim, limfa bez o'smirakim asharakka bo'ladi. Endi buni cho'ng doktorxona olib CT'ga solsa, CT'ga silib, mushning yiltizini topadi dedi. Yiltizini tepib, ash yiltizini ko'lab operatsiya qilib etsa, uning keyin o'smini o'zigidan qurib yo'qolib ketadi. Hozir biyan operatsiya qilsam, aytmiyadan chiqadi, o'g'im miyadan chiqdi. Chunki men 12-da operatsiya qildim, keyindan 2 qaytam yo'qolib ketgan narsam bu. Chiqib ketadi. Biz operatsiya qilolmaymiz, buni cho'ng doktorning apa. Yaqindan yaqin pek chiqimda bo'lib ketdim. Uyingni nurg'un ishlar kelib ketdi. Biz buni bilamiz. Mushning davolash chiqimini ko'tara olsang, operatsiya qildi. Bo'lmasa o'zing bil, ammo operatsiya qilsa saqiydi ekan, davolasa saqiydi ekan bu odam. Operatsiya haqiga 15 ming pul ketadi ekan. Mening maqdur madarim qilmadi. 15 ming emas, 150 ming ko'tayishlikim yo'q hozir. Mening qutuldirvag'im bu odamni, yavash bu odam. Lekin mening faqat amalim yo'q. Qana qilmaykin tam bilmadim, hozir bugun yaxir qizib qoldi, axsham sal jonta istuvallab. Sal mijoz yo'q. Bek chiqimda olib ketdim. Inimda chiqqan tayirimni fensala yordam qilgan pul bo'lib 50 ming pulni men o'sha kasal sababini juqumlangan mushlarga sarf qilib tugatdim. Hamda bir boy chiqib odamni davolatib qo'yay desam, davolasa qayz o'lima bo'lmasa amalim yo'q. Bilmadim.